Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Bog'ot aka-uka avtosavdo kanali obunachilari, bugun sizlarga ko'rsatib o'tadigan mashinamiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan Labo mashinamiz. Mashinamiz 25-yil iyul oyida chiqqan. 1-nomer, metallari tayyor mashinamiz. Bosib o'tgan masofalari 4325 km yurib turibdi. Tex pasportlar ham 25 chisti mashinamiz. 1-nomer. 30'lukta 2 tane metan balon koyulgan, yine bir yanda birisi. Maşinada kraskeler taze. Maşinimiz ten narxı 105 milyon so'm. Kredit falan degan yurtdoshlarimiz uchun 15 milyon bilan chiqadi. 2 milyon 950 ming so'mdan 5 yil muddatga chiqadi. Plus notarius qaylariga 8 milyon so'm pul kerak bo'ladi. Kelib bemalol mashinalarimiz bo'lsa barter hisoblab olamiz, naqd pul, kredit ketaveradi. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol o'zlaringiz qiziqtirgan savollar bo'lsa telefonlashib batafsil ma'lumot asosida bo'ladi mashinamiz haqqında. Mashinamiz tayyor, doğru notariusga boraverasizlar. Rahmat, sog' salomat bo'ling.